Meşrep Uyghur xalqining qadimdan kelayotgan milliy an'analarining biri. Meşrep ittifoqlikning, inoqlikning bir ko'rinishi bo'lib, yoshlar uchun tarbiyaviy ahamiyati zo'r o'ldirish. Ota-bobolarimiz balangni maktabga ber, andin meşrepga ber deb bekor etimiz kerak. Chunki meşrep yoshlarni adab-axloqqa, rasm yo'singa o'rgatadi. İnsoniy fazilatlarni qeliplashtirishga da'vat qildi. Meşrep xalqimizning milliy dasturlarini aks ettiradigan folklorlik so'rin ritida madaniyatimiz bilan san'atimizning mazmunini ifodalaydi. Xalqimiz azaldan emgakka soz nag'mani jo'r qilib, vaqtni g'animat o'tkazish bilan birga ajdodlarimizning rasm qoidalarini saqlab kelishga tirishgan. Ular etiziriq va egilik ishlarini bir taraf qilib etib, kash kuzda meşrepni boshlatdi. Shunga meşrep qadimda xalqimizning turmush maishiyatining natijasida barliqqa kelgan. Necha ming yillik tarixiga Uyg'ur millati bundan burun, ya'ni islom dinini qabul qilishdan burun nurg'un dillarga e'tiqod qilib kelgan ekan. Shundaqla shu davrlarni tortib, ya'ni dehqonchilik bilan, hunarmandchilik bilan, chorvachilik bilan turli ishlarda shug'ullanish jarayonida qo'shoq aytish, naqsh aytish, soz chalish, usul o'ynash ishlari shakllanib ketgan. Shu vaqtlardan tortib meşrepga shakllanishga boshlagan ekan. Umuman meşreplarninki maqsadi yolg'iz naqsh aytish, ko'ngil aytish, soz chalish, usul o'ynash yoki bo'lmasa tamoq yeyish, suhbatlashish bilan qolmasdan shu mahallada bo'layotgan har turli qiziqchilik ishlar, har turli xalqlar qilishga tegishli yaxshi saxovatli ishlar, madaniy ma'arif ishlarini qanday yo'l qo'yish, masalan diniy ishlarni qanday qilib berish, oila tarbiyasi ishlarini qanday qilish, mana bu ishlar to'g'risida meşrep so'rildi, nurg'un gaplar bo'ldi. Vaqt o'tgan sari mundaq o'ldirishlar rasmiylashib, keng qanot yoydi. Ham birda ishtirokchilar sonidan qat'iy nazar 30 o'g'il o'ldirishi deb atalsa, yana bir paytda meşrep degan nomga ega bo'ldi. Dehqon va hunarvanlar orasida o'rin olgan mundaq o'ldirishlar bara-bara saraydagilarni jalb qildi. Ularni meşreplarda naqshsaz, usul, dastonlardan huzurlanib, topqurlik bilan aytilgan so'zlar bilan chaqchaqlardan bahramon bo'ladi. Xalqimiz tarixida islom dinini qabul qilgandan keyin meşrepda ayol qo'shilib o'ltirish cheklanib, meşrepning o'z oldiga tartib intizomiy nizomnomasi qilib Meşrep bu bizning birdan-bir milliy hech bir xalqda yo'q, deb aytganda bir o'tirishlar, bir karamet, bir so'rinlar. Öz vaqtida bizde teatr bo'lmag'achqa, bizde konsertlik programmalar bo'lmasqa, shu meşreplarda paydo bo'lgan yangi naqshlar, meşreplarda paydo bo'lgan shu chaqchaqlarning danqi shiyatni paydo bo'lib, butkul xalqi taralganlikin deb o'ylayman. Bugungi meşrepning adil, qizg'in va ko'ngillik o'tkazilishiga to'liq kafolatlik qilaman. Tarixiy vatanimizda meşrepning turi ko'p. Masalan, Qashqar, Turpon,
qumul, dolan, g'ulja va boshqa meşreplerinin özgüçiligi mavjud. Qozog'istondagi meşrep ko'p jihatdan g'ulji meşrebiga o'xshab ketsimi, özgüçlük alohidlikka ega. Assalamu alaikum hürmetli meşrep ehli, begim başlık, vaktimiz toşup qoptu, başlayasın. Qozog'istonda jumhuriyetlik, shaharlik, nahiyalik hatto mahalla meşrepleri bor. Almut shahridagi o'rta yoshlik yigit boshlari bundan 6 yil burun tarixiy vatanimizga meşreplerning shahar yoki o'lka nomlari bilan atilganligini ulgu tutib, Almuta meşrevini qurish tashabbusini ko'tardi. Bu boshlanmani shahardagi barliq nahiyaning yoshlari qo'llab-quvvatlaydi. 2009 yılı 15 aprelda İnsan Kafesi'de Almuta Şehirlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin nöbetdeki yığın ötdü. O yığının gün tertibide Almuta Şehirlik yaş yigitlerinin kengişini kuruş, hem şu Almuta yaşlar yigitlerinin reisini saylaş, hem her xil mesele qaraldı. O yığınga asasen yatın nahiye boyunca yaşlar çakırıldı, keldi. Hem ular aldın ala haber qıpıqaşqa, ular özlerinin yatın nahiye boyunca namzatlarını ip geldi. Yığının kısaca aytqanda neticesi de şu Almuta şehirlik yaşlar yigitlerinin reisi saylandı. Hürmetli Otsoğul begim başlık, vaktimiz tolup qoptu. Shunday qilib Almuta yosh yigit boshlari meşrevining raisligiga bir eg'izdan Burxondin Tajiddinov saylandi. U paytda Burxondin Tajiddinov Almut shahri Avozov nahiyalik Uyg'ur madaniyat markazining raisi edi. Bugungi kunda Almuta yosh yigit boshlari meşrevini Burxondin Tajiddinov yetakchiligida Almutadagi 7 nahiyaning o'rta yoshlik yigit boshlari boshqarib kelmoqda. Ularning beshini qo'shayotgan millatparvarlik, milliy madaniyatiga jon ko'yarligi, xalqimiz orasida mavjud bo'lgan masalalarni hal qilishga hassasini qo'shish, yosh avlodga ulgu bo'lish, milliy durdanlarimizni saqlash ham taraqqiy etkizishdir. Köteme bizim oturursa çekip koysam dedi. Onu kötüş gerek işte. Yetti nahiye yigitleri hem medeniyet merkezlerinin reisleri bilen birlikte biz her bir nahiyeye çıkıp nahiyelerinin yaş yigitlerini saylap, yani şundakla melleye çıkıp mellerinin yaşlarının yigitlerini sayıldık. Bu işlep bitkendekin biz yani kaytadan insan kafesi yığılıp çoğun yığın ötkezdik. O yığında aşağıda yetti nahiyenin yaşlar yigitlerini hemesini bir-biriga tanıştırdık. Yani şundakla mellerinin yaşlar yigitlerini tanıştırdık bir-biriyle. Şu yerde endi mana qurulduk, endi qandaq ishlarni etmoqmiz, kimning qanday fikrlari bor deganda har xil fikrlar bo'ldi edi. Fikrlarning orasida mashrab o'ynasaq degan fikrni qo'ydik. Meşrep tashkil qilingandan keyin uni o'tkazishning qoida usullari bilan kelajakda amalga oshiradigan ishlarning rejalari bekitildi. Almuta meşrevi 5 bölümden iborat. Birinchi bölümde Sayıpxon mehmonlarni qarshi olib, keng dasturxon yoydi. 30 o'g'il dasturxon atrofida mo'ndishib fikrlashidi. Ikkinchi bölümde ko'pchilik milliy soz nag'midan bahramand bo'ldi. Üçüncü bölümde dava destur. Assalamu alaikum hürmetli Otsoğul begim başlık. Nöbette 3. bölüm. Nayet kızık bölümlerin birisi. Dava desturi. Başına kep kaldı hürmetli kollar. Begim. Ruhsat olsa, başlasa. Assalamu alaikum hürmetli Otsoğul. Mana eşbirlikten dava destur bölümü kapattu. Elbette hemiz yaşlıyız. Bölümlerin en kızı dava desturi, dava desturun olmasından çıkmamız. Yine hürmetli Otsoğul. Kimin dava ersiler var. Yine Otsoğul'un biliyor.
Assalomu alaykum, o'zimni bo'lgan boshlar. Yana bir davorim bor edi, o'sha bizniki chaqchaqchimiz Azakamga. Avval bir kuni mashrabga bir berib, oxirgi uy boramiz desam, bormayman deb ish mashrabdan keyin oxirida kelib qoldi yashadi. Shuni bir o'tsoq bir eshitasa, qarab desa. Az sonra siz davat düştü. Az düştü ama çıkan. Kene, sizge az düştü mu? Üşendiniz mi? Başını dert oldu deprem. Neyin sebeplerden? Şunun depremden, neyin sebeplerden kayıp kaldınız? Meşretteki büyük bir şey yaptı. Baksana Esmalay'dan içini kaçınlardı kaçınlardı. Şuraya bağlı. Keyin kazan var, boşu kelin bolsanız bu gedip. Evet ya. Şimdi işte, hürmetli Kutsu, bu nasıl bağlı yok, bir arabet eğilçi. Kene, Kutsu gülüyor, Valican. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoq begim boshliq. Azakamdan yana shu munosabat hisoblangan chunki mashrabga men o'rtog'im bilib degandek yo'l qaytish kerak deb. Kutsu'nun nispeten devreye gelip duramız bağışlı dersiniz. Hürmetli Kutlu begim başkan, burada deki onda politikayla mama yapıp koydum. Herden kaçmış cuma yapıp bu belli oturacak. Andan keyin növbət yeni Naxçısazğa berildi. Beşinci bölümdə Məşrəbnin növbətdəki sahibxana eniqlənib, gül tavaq tapşırıldı. Məşrəb Naxçısaz usul bilan davam oldu. Almuti məşrəbi boğaçqa bizdə 7 rayondan 7 nahiyə bizə qar qoyuq aralışıdı. Həm 7 nahiyə məşrəb növbətlərini ötküzdü. Onun sırtından yana bizə hər daim biz qoşulub durğan Talğar nahiyəsi var. Yana ötkenki məşrəbimizdə Yerkətdən kelgan bolalar 30 qılba. Bularmı növbət məşrəbimizə bizim asaq deb talşıdığan yerlər var. Bizdə oңuşluq bolğаны 5 bölümge biz böldük. 45 minut oturumuz, 15 minut teneffüs elan kıldı. Şu aralıkta onun həmmisini paşa başqırıb mağdı. Çoğun məşrəblərdə, yoki kiçik məşrəblərdə olsun, yaşda çək yox. Lekin çoğun kiçik, izzət hörmət kelgəndə özünün yoludur oldu. Bugünkü gündə Almuti Yaşlar Məşrəbi başqa məşrəblər qatarında mədəni baylığımızı saxlab rivajlandırıb atqan ədəb əxlaq, urf-adət qaydalarını təşviq qıldığan orunğa aylanğan. Endi məşrəbdə ügündəğən nərslər yaşlar üçün bək nurğun. Məşrəb bir qıtım keplə həmmə urf-adətlərini, rəsm qaydalarını ügün oluşqa mümkün emas. Məsələn, alaylı adətdəki bir salamni durust beriş, elish meselesi boyunca salamның bir neçə xillari var. Salamni çoğunlarga assalomu alaykum deyish kerak bo'lsa, bir de samlakin salam yaxshimisiz yoki boshqa bir xillarda salam berish mumkin. Salam alaykum deb durust delemey uchun. Asli durust atlısı assalomu alaykum deyish kerak. Assalomu alaykum. Çoğunun aldığı bağı verip kolu köksüde oluş gerek. Eğer çoğun kolunu sunsa kolunu beriş gerek, bulmasa kolu köksüde bulup geçiş gerek. Almuti Məşrəbinin bir alohidaligi
Özümüzün an'anaviy meşrepteki barlık kayıtlarını saklagan halda zamanı bola özgürüşler, zamandaki talepleri bola elbette özgürüşler var. Birinci nöbette bu şu bizdeki hazır halkımızın aldıda, cemiyetimizin aldıda kandak meseleler durdu. Şu meselelere özlerindeki kandaklı olsa bir hassini koşur şu meselelerini anlatılır. Muşu 30 oğulun meşrebi hayır sahavetlik işlerden başka, muşu Uygur halkının medeni işlerinin keng dairesinde özünü kuruşunu küsüp var. Bu birinci milletin enleri. Eğer de mesela halk özünün enlerini, özünün ibadetlerini unutulgan olsa, bu vaxtda bu millet ya çekindi ya yo'qolib ketishi mumkin o'zining madaniyati. Shu uchun buni nazarda tutib, yoshlarning qo'llab-quvvatlashi bilan qurilgan dedi. Ular o'zining oldiga qo'ygan maqsadlarini, rejalarini tuzib, ishni boshlagan dedi. Meşrepte qancha kishi bo'lmasin 30 o'g'il deb atildi. Meşrepning begi, qozibek, pashshab, ko'lbegi, Darabegi ve başqalar meşrep intizomiga bog'liq sorunning tartib qoida asosida o'tishini nazorat qildi. Meşrep begiga meşrepning hamma a'zolari beqindi. Qozibek bo'lsa da'vo dastur, so'roq ishlarini bir taraf qilib hukm chiqardi. Üç soğuk koymuş. Üç soğuğa cevap Da'vo dasturda Almuti meşrevining qoidasi bo'yicha arza qilguvchi gunohkor deb bilgan odamning nima xatolik qilganligini tushuntirdi. Ammo u odamning gunohsining bor yo'qligi faqat 30 o'g'ilning qaroriga bog'liq. Agar ayblik bo'lsa, xatosi qarab jazo berildi. Ham u 30 o'g'ildan kechirim so'rab, boshqa xatolik qilmaydiganga va'da berdi. Agar aybi bo'lmasa, 30 o'g'il uning gunohsining yo'qligini joriy qildi. Almuti meşrevida jazo berishning o'z alohidligi bor. Bu bizning meşrepning qazbi bo'lgan. Bizning aşağıda yaxshi pokiz komkotel yigitlar bir qo'ysa, shularni biz jazolaymiz. Endi u jazo kelganda u 3 turli bo'ldi. Yenigi, uningkin o'rta ig'ir. Shu yenigi bo'lganda bolaga jazo chiqaramiz, endi hayvonlarga ketgan ancha do'rab berish. O'rtaga kelganda u bizning gultayoqdan turadigan gap. Endi ig'ir kelganda bu ig'ir bizning yomon birinchi aroq ichib mas'ul yurgan bolalarga, yolg'on aytgan bolalarga, talada mas yurgan bolalarga, shularga yomonchiq jarima solamiz, biroq puldan. Endi bu bolalar ranjimaydi, tushundi, shundan keyin tuzib ketgan ish. Da'vo dastur 30 o'g'ilni muomalada usta, so'zli chivar va topqur bo'lishga, raqibini apchil yengish, aql-parasat xususiyatlarini qilplashtirdi. Almuti yoshlar meşrevida hozir javoblik bilan etilgan chaqchaqlar keng o'rin olgan. Ha, xo'sh, mayaqchi. Mayaqda. Bormi-ki? Bor. Qarab turib ketdimmi? Havo tutilib ketdimi? Yo, yomg'ir yog'moqqa o'xshaydi. Meşrepteki çakçakның rolü nahayeti üstün. Birinciden nahayeti edep ahlaklı oluş gerek. Nahayeti yapma, tani gepler bilen bulsa, adamlar yenip külüp zaten şundakını gidiyordu. Bakında bepeyz geplerini değiş üyede terbiye asası kılmaydı. Her bir saz toktuğa vakti da derhal çakçaklar başını gidiyordu. Kızıkçılıklar şunun için saz tüküce zaten çıdımay şunda geplerini tayarlamıştı, oturup durdular. Eğer o meşrepte çakçak olmasa, adatikli bir çayla hesabı da okup kaldı. Ama işte çakçakçılar meşrepteki beglerinin naydı geplerini anlayıp, edeplik, ahlaklık, terbiyevi asasız bulduğun çakçaklarını kılıp, külüşüp oturdu. Meşrepte pashshab meşrep begimiga bevosita bo'ysungan holda 30 o'g'ilni boshqardi. 30 o'g'ilning yuqori to'van ishlarini, ularni tartibga chaqirish va boshqa vazifalarni atqirdi. 30 o'g'ilning o'ltirishi, qachon yektiz yoki qo'shtiz, erkin va badashqon qurib o'ltirishi pashshab amriga bog'liq.
Uning qo'lida gul tayoq bo'ldi. Gul tayoq ba'zi sho'x yigitlarga hayva qilish quroli sifatida xizmat qildi. Paşabek endi meşrepte cho'ng rollarni o'ynaydi. Paşabekning ruxsatsiz meşrepdan chiqish ruxsati yo'q. Paşabekning ruxsatsiz meşrepga kirish ruxsati. Paşabek asosli tartib saqlaydi meşrepning ichida. O'rindan turib, u staldan bu stalga sakrashlarmi, shu Paşabekning ruxsatsiz qat'iy nazar bo'lmaydi. Tartib buzganlarni Paşabekning qo'lida gul tayoq va gul tayoq bilan maxsus qadimgidek urimiz. Ko'l begining vazifasi bo'lsa etnik alohidlikka ega. U Meshrepda Sayibxonning xalqimizning mehmon kutishdagi milliy urf-odatlariga alohida rioya qilishni nazorat qildi. Shu 30 o'g'ilninki kelishi bilan dasturxonga tomoqlarga qarshi undan keyin birinchi shu 30 o'g'il kirishi bilan qo'lga suv elish. Undan keyin dasturxonga o'tirib dasturxonninki qanday taomlar qo'yildi, qanday nimalar qo'yildi, shular qarash. Ondan keyin shu bizniki o'tag'andan keyin choy tatilish, choy qanday quyilish bizning urf-odat bo'yicha. Tamoqlarga o'z vaqtida qaysi tamoq qay vaqtida kelishi. Shularga shu ko'lbakniki o'zining otvetственный nimasi bor. Darabek Meshrepdagi soz, nag'ma-navo ishlarga javob berdi. Almuta Meshrebining qoidasi bo'yicha 2 ham 4 bölümü shu naqshi sozga berildi. Meshrepda asosan muqomdan uzunda xalq naqsha, soz, usul, ba'zida zamonaviy ohanglarmi o'rinladi. Ayyuhal ashraq bo'yi vastijon keltirmishim, bir gulira najamalin diye nishon keltirmishim. Bo'libmi men yosh vaqtimda mush Abduljarlar o'lib qolsa, kimmi aytadi shu naqshlarni? Yusanjikam jami o'lib qolsa, bu tambarni kimmi chaladi deb boshlab qaras qiladi. O Almut Meshrevini ko'rgandan keyin Tiyora ansambldagi bolalarning nurlarni, Rustamlarning sozlari, aytgan naqshlari, muqomlari ajoyib bir hayron qoldik. Keynimizdan kelayotgan yoshlar buloqga. Sazda olsun, naqshida bo'lsin, usulda bo'lsin, chaqchaqchi bo'lsin, nəhayət endi şundaq yaxşı kit var bu Xudayım qıltagınısın. Bu məşrəbni başqurvatqanlar özü kollektiv bəgləri, qazvərləri acayip bir tərtibli yaxşı insanlar təqdim edilir. Almuta Yaşlar Meşrevida 30 o'g'il asosan milliy do'ppa, yoqiliq ko'ynak kiydi. So'rinda haraq sharab bo'lmaydi. Tartib intizom intayin kuchlik. Bu yerda salvatır deşiqdan var, ketishgan, yatsiz ko'ynak, shundaqlar to'p kiymay kelganlar borki. Sababsiz kechikib qolganlar, umuman so'rining tartibini buzganlarga jazo qo'llanildi. Şahzam o'g'ilboqlar dalsining to'pisi bo'lsa, ba'zi bir mashrablar asosi Almuta Meshrevi yoshlarning beshini qo'shib soz nag'ma, chaqchaqlarni tinglab, ko'ngil ichish, o'zaro suhbatlashishni ko'zlasimi, Uyg'ur jamiyatchiligiga taalluq masalalarning yechilishiga hassaslarni aymay kelmoqda. Bayaq deganda ko'p tukasi ko'rildi deganda 75 ming tanga 100 euro tushdi. Loyiha shu o'g'limizga yaxshi kasb. Mana bu Almut Meshrevdan yordam. Rahmat Cemal. Bu yaşlarımızga köp rahmet. Bularning keyninden hazır toy tökün məhəllərimizdə işçimliklər ait qısqırıb ballarımızga bərabər urf adətlərini yürüş, turuş, sözləş, hətta ki muşu çüşəklərini qandaq seliş, dəstixanlarını qandaq seliş, muşların həmmisi taşı meşrəblərdə köz tutub, ballara üyütüb, muşu vaqtça kevatıdı. Meşreplerin ait birden birisi şunçalik chiroyli o'tib atadi. Almuta Meshrevi jamiyatlik faoliyatini Qozog'iston ham Rossiya estrada yulduzi, dangliq naqshchi marhum Murat Nasirovning xotirasiga bag'ishlangan yosh o'smirlar orsidagi naqshi usul, soz ko'rigini o'tkazishga yordam ko'rsatishdan boshladi.
Beskar Polat Hizimov bilan hamkorlikda o'tkazilgan yosh ijrochilar konkursi yuqori darajada o'tdi. Birinchidan biz bu shu yosh talantli bolalarni birinchidan sahnaga chiqib ko'tarish, birinchi ularni ko'tarish, moddiy yordam berish, ularga mumkinchilik to'lab berish. Hozir mana kollektivni biz o'zimizning bo'ynimizga evatib, shularni diskolarga chiqib berish. Onun başqa yani birinchi o'rin 100 ming tenge, ikkinchi o'rin 80 ming tenge, uchinchi o'rin 60 ming tenge. Onun başqa yana Murat Nasirovniki xotirasi nomidagi mukofot 80 ming tenge. Chunki o'zimniki do'stim Ag'inam marhum shu tug'ilgan kuni, shuning uchun men bu ma'rikani ashunga atab qilyapmizda. Her bir mahalla ve nahiyede körneklik adiblerinin xatirisiga bag'ishlab meşrep o'tkazib kelmoqda. Xalqimizning arsida ismi keng tunilgan chaqchaqchi, marhum Hisamdin Qurbonning xatirisiga bag'ishlangan Xatmi Qur'on shuning bir misoli. Körneklik chaqchaqchini eslashga Qirg'iziston, O'zbekiston ham Olmuti viloyatining bir qancha nahiyalardan kelgan 30 o'g'il adib xatirisiga zo'r ehtirom bildirdi. Milliy madaniyatimizdagi boshqa masala Olmuti yoshlar mashrabining nazardan sirt qolmadi. Birinchi navbatda o'z ona tilida o'qiyotgan maktablarniki bolalarning sonini ko'paytirish. Ikkinchi tarafdan bizniki shu Uyg'ur teatriga keladigan tomoshabinlarningki sonini ko'paytirish. Olmuti mashrabi a'zolarining yana bir muhim, men o'ylaymanki eng bir muhim masalalarning biri biz Uyg'ur yozuvchilarniki nashrdan chiqayotgan mush kitoblarni xalqimiz orasida tarqatish, qandaqli bo'lmasin, shu ijodkorlarimizni qo'llab-quvvatlash. Ularning qilayotgan ishlari mashrab o'ynashlar emas. Qo'lda yo'qlarga jiq yordamdan kelyapti. Mana 12 muqam kitobini chiqarib barliq mahallaga hammasiga taqitib keldi. Bu nihoyatda cho'ng emgak deb o'ylayman. Sadiqjon Yunusovning 12 muqam va Uyg'ur xalq naqshlari to'plami jamiyatchilik orasida xeyla qiziqish paydo qildi. Uni nashr qilish mablag'ini o'z zimmasiga olgan Olmuti mashrabi kitobning tonishtirish marosimini Uyg'ur teatrining binosida o'tkazib berdi. Ben öz namımdan, ailemden, namımdan, sizlerin namımlardan aşı meşrep ehlige biçimli egip tazım kılımen. Ben teatrdan moda rezil etmişim ki, ama bu kitaplar bizden sanat üyüce. Bunu Kazakistan'daki birden-bir profesyonel Uygur tiyatrının gayet gerekli. Öyle bu akımız hazır makarna her kanat koyup basak, ballarımız etiyotkan mukamda mukaddem edilir. Yakin dastan edilir, şehirde sözlerinin natoğu da kalıyor. Bizden yakışımız. Ama bu kitap bizim halkımızda kolumuşluğu olsa, ya da bana bunun mukamının sözü mındak ki. Bunun mındak ki metninde bu düşündüğü anda, hayati yakışı bir gazete bizge yazılıp bugün tiyatrda biz açtım, Prezident Dastan yazdı. Kitapning yo'riq ko'rishi shahar va uning atrofidagi millatga Uyg'ur jamiyatchiligi orasida zo'r inkoslarga ega bo'ldi. Jenevator bizning marhum oturimiz uning haykali hali burun sevilganlikdan sal küçülüp ketib, sirlari ko'chib ketgan yerlari bo'lganlikdan uni restavratsiya qilib, bo'yab, atrofini tozalab, hem yani yollarını yasar, hem işlerini kıldı. Muşnuğuba küş çıkardı. Diyar ansambli keyingi yilları ko'pchilikning sevimlik naqshsaz to'piga aylandi. Ansambl har xil konsertlik programmalarda ham cho'ng so'rinlarga faol qatnashib, tomoshabinlarning olqishiga sazavar bo'lib kelmoqda. Olmuti mashrabi Diyar to'pining yakka konsertini o'tkazishga o'z hassalarini qo'shdi.
çok da güzeldi. Yanrıdaylı beni can dostlar, havasını aziz diyardı. Biz ezelden köklem bahardı. Aşığımız çok da güzeldi. Yanrıdaylı beni can dostlar, havasını aziz diyardı. Biz ezelden köklem bahardı. Aşığımız çok da güzeldi. Yanrıdaylı beni can dostlar. Yuqorida taklif etgan chora-tadbirlar Almutu meşrivining kelgusi ishlarida müstehkem o'rin oldig'iga ishonchimiz komil.